Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Mana navbatdagi lavoyimizni holatini ko'rib turibsizlar. Buni ustiga chiroyli qilib tent bord qilamiz. Inshaalloh kuzatib boringlar. To'liq video qilib qo'yamiz. Bundan tashqari bizda qo'shimcha ishlardan shunga o'xshagan suvarka ishlarini remont qilamiz. Chiroyli qilib qo'ldan kelganicha o'xshatib beramiz. Xudo xolasa ko'rishlari mumkin. Mana palaslari chiqib ketgan. Xullas achinarli holatga kelib qolgan bular bu mashinasini. Mana shu holatda mana ko'rib turibsizlar. Bunaqasi bo'lishi mumkin emas asli kitobda. Bunga bu tentni bitkizib o'rnatamiz. Xudo xolasa bu utilot qilib qilingan tentlarimizdan. Bitgandan keyin videoni ko'rib boringlar. Xudo xolasa cho'tki bo'ladi. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Lavoyimiz, tentimiz tayyor bo'ldi. Ko'ringlar, mana eshiklardan boshlaymiz obzorni. Juda oson yopishlar. Mana nasoslari ham originalidan qo'yilgan. Panellari sloy polniylari ko'rishlari mumkin. Endi bu lavoyimizga qo'shimcha ravishda havo kesishi oson bo'lishligi uchun vetroidlar qilib berganmiz. Cho'tki qilib, mana vetroidda ham hamma yo'g'i tentdan chiqqan qilingan. Uni yechib olib qo'ysa ham bo'ladi xolasa. Bagaj qo'ymoqchi bo'lganlarga ichidan 4 ta bo'libdan yechib olib qo'yish imkoniyatiga ega. Rahmat, sog' bo'linglar, like, komment ayamanglar.